Yuboring, iltimos, mashinadan ketsam bo'ldi deysan. Jetdi. Top oladi qolib ketsang. Ha, bir qolasan-ku. Ukam deydi, "Ke, o'shanda borasan yemeklab." Mashina nomeri taniganlar bormi? Agar taniganlar bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada reaksiya berib qo'yasizlar. Sizlarga bo'lsa, uy sharoitida agar antifriz bachogingiz yorilib ketib qolsa yo'lda qanaqa arishtirish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Bizga buning uchun kerak bo'ladi bir dona bitta amber, qanaqa bo'lishini qat'iy nazar topsangiz bo'ldi. Bitta 10 kulish bo'laveradi. Yo'lini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu 10 kulishda 2 dona 10 boltini bo'shatamiz. Ana bo'ldi. Amberda mana shu joydagi xomutlarni siqib chiqarib olamiz. 3 ta xomuti bor. Shularni hammasini chiqarib olsa bo'ldi. Burimiz ishlankani qiyshaytirib mamki qo'yib beramiz birinchisini. Ikkinchisini ham chiqaramiz. Suv oqib ketmasligi uchun tepaga qaratib qo'yib beramiz bundoq qilib. Oxirgi uchinchisi bo'lsa oxirgi uchinchisini sal qiyshaytiribroq qilamiz, sababi antifriz to'kilishi mumkin. Endi suv bachoq yorilgan paytida sizlarda antifriz bo'lmaydi ichida. Mana hammasini joy-joyiga qo'yib chiqamiz. Ishlankalarni oxirgi ishlankamiz. Va joyiga tushiramiz. Ana bo'ldi. Xomutlarni joy-joyiga qo'yib qo'ysa, amber bilan bo'ldi, shu bilan ishimiz bitdi. Amberda siqamiz, xomuti joyiga qo'yib tashlaymiz hammasini. Biz bitta remont bo'layotgan mashinada bu ishni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildik. Uni bachogini o'zi alishtirish kerak edi. Qanaqa alishtirishni ham ko'rsatdik. O'zidan chiqqan antifriz, sizlarda yangi antifriz bo'ladi. Buni sekin quyib olasizlar. Faqat quyayotganda bitta narsaga e'tibor berasizlar. Hozir mashina quyib olib aytaman. Antifrizdan quyib olgandan keyin mana shu joyda minimum maksimum degan joyi bor. E'tibor bersanglar yozib qo'ygan. Iloji boricha shuni ikkalasini o'rtasida qilib qo'ysanglar normada bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Bu videoni bo'lsa mana shu o'zi bacholarni alishtirib yuradigan, qiziqadigan odamlarga videoni tashlab qo'yinglar.